Ho'p, hammaga assalomu alaykum. Bizda ikkinchi dars CapCut'da kompyuter versiyasida. Birinchi dars ko'rgan bo'lsanglar, просто fundament bo'lgan. Endi ikkinchi darsi hozir materiallar bilan ozroq zvuk bilan ishlashni o'rgataman. Tayyor bo'lsanglar boshlaylik. Chalg'imanglar faqat. Ho'p, aytib o'tganimdek bu yoqda bizda material tashlash. Biz обязательно bosib material tanlashimiz shart emas. Bizga ho'p birorta papkamizga kirib olgan bo'lsa, masalan, men tayyor qilib qo'yganman bitta muzika, bitta videoni bosib turib, alt bilan tabni bossa, o'sha CapCutga o'tishni tanlaymizda. Xohlasanglar bu yoqqa ko'proq narsa bo'lsa, material joyiga tashlaganlar yaxshi. Bir dona video bo'lsa, srazu timeline'ga tashlab yuborsanglar bo'ladi. Men birdaniga mana kerak. Bu yoqqa tashlasanglar timeline'ga tushmaydi, pastga, faqat tepada qoladi. Plusni bosib tushirasiz yokida orqaga qaytaramiz. Bosib turib qo'shib tushirsiz ham bo'ladi. Qaysi bir udobni uni o'zingiz hal qilasiz. Hop. Ctrl bilan mishkani tepadagini aylantirsa yaqinlashadi. Ctrl bilan uzoqlashtirsa uzoqlashadi. Bir bilan ikkini bossanglar ham ikki yaqin, bir uzoq. Yo'q, to'xtanglar, men buni adashmasam garaj klavish qo'yganman. Hop, bitta narsa qolib ketibdi. Tepada ko'rayotgan bo'lsanglar, garaj klavishi bor. Ustiga bosamiz. Garaj klavishi bilasizlar, agar notebook ishlatadiganlar, masalan, kopировать вставить bor. Ctrl-C, Ctrl-V. Bu ham garaj klavish, ya'ni mishkani bosib qilib yurmasdan o'zimizga mos klaviaturalarga o'tkazib olsak bo'ladi. Bu meni настройкам. Xohlagan odam screenshot qilib olishi mumkin. Yokida Telegramdagi kanalimga ham tashlab qo'yaman. Xo'p, bu shunaqa. Основной обрезка aytdim, nimadir qolib ketyapti menda deb. Yo'q, обрезка turibdi ro'sa. Xo'p, bu bilasizmi? Shuni qilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, garaj klavish agar menikidaqa qilib olsanglar, men aytgan narsalarni mendaqa tushunib olsanglar bo'ladi. Короче, Ctrl plus, Ctrl minus, uzoq yaqin. Qanchalik mana uzoq yaqinlashtirsa, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yoqda zvuk bor. Zvuk uzoqlashib ketyapti. Hozir agar bunda tursa, zvuk yaqinga o'xshab ko'rinadi, lekin yaqinlashtirsa, уже orasi ancha uzoqlashib ketyapti. Millisekundga hal qiladigan joylarini iloji boricha yaqinlashtirib ishlagan yaxshi. Siz hozir Toshkent shahridasiz va o'qishingiz tugagunicha yaxshi haq to'lanadigan kasbni o'rganmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Xo'p, probel boshlanish, to'xtatish. Xo'p, videoni ustiga bosamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, chetda oq bo'lib qoldi. Xo'p, o'ng tomonda bizda mana har xil narsalar qo'shilib qoldi. Bosdim, qo'shildi. Bular nima? Tushuntirish juda ham qiyin bo'ladi hozir. Xo'p, основной, ya'ni asosiy bo'lgan narsalar. Masshtab, ya'ni videoni katta kichikligi 100% qilib qo'yamiz. Xo'p, keyingisi x, y, z, x, y и повернуть. Ya'ni o'ng chap, masalan, chapga minusga qilsa, agar shuni plyus qilib qo'ysam, minusni olib qo'ysam, masalan, o'ngga burdim, 1035. Chapga burdim, minus 925. Minus chap, plyus, minus bo'lmasa o'ng. Hop, y bu tepa past. Pastga mana minus 21 2116, tepaga qildim 1352. Xullas tushundinglar. Buni qilish shart emas. Agar ikkita uchta video bir xil tenglikda turish kerak bo'lsa, shuni ishlatasizlar. Hatto shart emas. Hop, повернуть, ya'ni burish, aylantirish. Aylantiryapman, повернуть ko'rayotgan bo'lsanglar, u ham aylanyapti. Joyiga qaytarib qo'yamiz. Hop, endi pastroqqa tushiramiz. Bu
videoni turish zonasi masalan yaqinroq qildimda buni bosib qo'ysam o'ng tomondagi devorga yopishib qoldi. Chap tomoni bo'lsam chapga, buni bossam o'rtada turadi. Bu ham pastki burchi, bu tepadagi, bu yana o'rtaga. Xullas shu, tushundinglar. Buni endi 100% qilib qo'yaman, o'rtada 100% bo'ldi. Xo'p. Anaqasi смещением, ya'ni opacitisi mana ko'rgan bo'lsanglar procent kamaygan sari videomiz qorong'ulashib ketyapti, ko'rinmay qolyapti. 0 qilsa 0, 50% qilsa hozir ya'ni 50% ko'rinyapti. Прозрачность 100% qilamiz. Bu narsa videoga ta'sir. Masalan, bilsanglar ekran qilib qo'ysa, bu yoqda oq ranglarni oladi. Buni ko'proq videoni pastki videoga ishlatilmaydi, faqat tepadagi naложениyalarga ishlatamiz. Keyingi darslarda o'rgataman sekin. Xo'p, stabilizatsiya, agar Siz videolarni yurib olgan hozir bo'lsanglar, qaltirashlar bo'ladi. Stabilizatsiya berilsa, shu qaltirash yo'qoladi. Kamayadi, yo'qolmaydi, kamayadi nisbatan. Rekomendatsiya bor, minimalniy qanoq qilish, qo'shish yoki maksimalniy. Stabilizatsiyada qanchalik qo'shgan sari chetlariga yaqinlashib boradi, chunki videoni yaqinlashtirib bitta nuqtaga ushaveradi. Stabilizatsiya kerak emas, chunki bu shtativga qo'yilgan. Удаление с параметрами хромакей. Avtoudalение nimaga beradi bizga? Masalan, hop, bu videoni kesdimda, masalan, videoni ustiga xuddi shu videoni qaytadan tashladim. Endi menga qaranglar, ikkita video bo'lib qolgan, odamni o'zi kerak. Unda bizga avtoudalение yordam beradi. Avtoudalение tepada ko'rayotgan bo'lsanglar mana qo'shildi narsa, o'sha foiz ketyapti to'layotgani. Bizga odamni o'zini avtoudalение, ya'ni avtomatik o'zi odamni his qilib kesib berdi. Endi o'chiramiz boshqatdan. Xo'p, bizga endi nima pastidagi удаление с параметрами bu nima qilib beradi desanglar, ustiga bossak mana telefonda bor, bu o'zi yaqinda qo'shildi anaqaga, CapCut kompyuter versiyasiga. Biz tanlagan joylarni kesib beradi. Masalan, bizga qo'lidagi globus o'zi kerak, mana tanladim. O'sha rangi bir xil bo'lgani uchun bilmay qolyapti. Xo'p, nimani? Xo'p, orqadagi bayroq ko'ryapsizlar yoki kiyimini, bu tomoni, qo'l tomoni kesib berdi. Xo'p, bunisi naborot o'chirib beradi. Bu Pro ikkalasi, bu Pro emas, chunki masalan buni bundoq qilsam shu chizganim o'zini qilib beryapti. Agar shuni bunda qilganimda o'sha o'zi his qilib kesib beradi, belgilab beradi. Ular udalitdan xuddi shunaqa, bu ham oddiy udalit. Bundoq qilgan joylarimiz o'zini uchun o'chiradi. Bu udalit bo'lsa, просто qilib qo'ysam o'sha o'zini bilib qo'shimcha shunga yaqin joylarni o'chiryapti. Emas, hop, xromakey ko'proq zelený fonlarga ishlatiladi. Pipetkani bosamiz. Masalan, bizga ko'k rang kerak emasmi? To'xtanglar. Uzr. O'chirib tashladim. Masalan, xromakeyni tanlasak, pipetka bor, mana qaysi rangga olib borsam, shu rang yo'q bo'lib qolyapti. Rang. Ya'ni tushunganinglardek, zelený fonga ishlatamiz xromakeyni. Xo'p, endi maskani biladi ko'pchilik. Masalan, bizga maska mana biz o'zimiz belgilagan joyi o'zi ko'rinadi. Bizga videoni pasti kerak yoki tepasi yoki yarmi kerakmi? 90 gradusga uramiz, bo'ldi, videoni qoqi yarmi. Yoki bunaqasi, xullas maskani yana tekst yozib qilsanglar ham bo'ladi. Yurechaning ichiga, yulduzchaning ichiga farqi yo'q. Xullas qaysi maska sizlarga mos tushsa, shuni qilaverasizlar.
Bu yerda endi maskani burish aniq anaqasi bilan sonlar bilan ursanglar bo'ladi. Xo'p, endi qizlarimiz kutgan joy. Retush, ya'ni yuzni tozalash. Hop, Ctrl bilan videoni mana anaqaga qaranglar. Mishkam qayerda turibdi? Doy plus bilan qilsanglar yaqinlashadi. Plus qo'yib yuborib qilsanglar tepa-past. Hop, yuzni yaxshiroq ko'rib olamiz va retushga o'tamiz. Get koja, ya'ni koja. Hop, agar ko'rayotgan bo'lsanglar, yuzi qanaqa silliqlashyapti shu kojasi. Endi iltimos qilaman, unaqa ko'paytirib yubormanglar. Ozroq bersanglar yetadi, shu odamni ko'nglini xira qilmaydigan qilib. Endi oqartirish. Bu ham mana ko'rgan bo'lsanglar, bu chuqur-chuqur joylar bor. Shularni to'ldirib beradi. Hop, bu mana bu joylarni. Xullas, hammasini surib chiqsanglar o'zi bilinadi bu ko'zni tagiga mana. Rangini o'zgartirsanglar bo'ladi kojani. Masalan, qora qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu oqroq, вообще negr qilib yuborsanglar bo'ladi. Ishqilib bu gapim og'ir botmadimi hech kimga? Litso masalan kichikroq, semizroq, ozg'inroq. Xullas, bitta litsoni prям tanib bo'lmasdan qilib yuborsanglar bo'ladi. Lekin buni maslahat bermayman. Bu yerda qo'shimcha narsalar bor. Xo'p, уже 15 minutga yaqin vaqtimiz ketib qolibdi. Kelinglar, keyingi darsga qolganini tushuntiramiz hozir. Birinchisiga shuni hazm qilib turinglar. Charchamanglar.